Bu ish boshlaganiga ancha bo'lgan. Bizda o'ta podkastda. Endi ijtimoiy, masalan, juda keng muhokama bo'layotgan mavzularni gaplashishimiz mumkin. Qanaqadir odamlarning o'zini ichki kechinmalari bo'ladi. Yoki Dardi bo'ladi. Rejalari, dardi, orzulari, qanaqadir konkret mana tarkibi mana shu 5 ta bola, yo 3 ta bola, 2 ta qiz degan gap bo'lmagan. Insoniy resurslar yetishmasdi. Bu keyin katta oshpazlardan aytgancha. Ja katta dorma, ertaga telefon bo'lmasa, aka oshga qo'rtoq qilib bering. Yo, unaqa kilo-kilolab 50 kilo, 100 kilo. Qiziqamiz, hobbimiz, sevarimiz to'g'riroq bo'ladi. Hobbim mana bu. To'g'risini aytsam, o'sha nimaga podkastdagi ishtirokim orqali olgan tajribam bilan gapira olmam mikrofonda. O'sha ko'rinib turibdi. Nima gapchilarga salom. Davlat uchun nima beradi shu narsa, masalan, mana sani fikring o'zi. Davlat avvalambor o'z ishini qilyapti. Nima deydi? Ish bitish, ishlar mana nogironligi bo'lgan shaxslar, boshqa ko'zosiz bo'lgan bolaqalar borganda ishi qanchalik hozir bityapti, oldingi qanchalik bitgan ishi. Shu narsa. Oldin qanchalik bitgan bo'lsa, hozir ham shunchalik bitmayapti desam. Nogironligi bor odamlarni ishga olib, hujjatini soxtalashtirib ishga olayotgan holatlar bo'lyapti. Basha joyiga bitta kofe ichib yuboring. O'tdan bo'tdan gaplashamiz sho'tda. Qidiring muqaddam, Qidirasiz sho'tda. o'tdan nima? Ayyo. O'tdan bo'tdan podcast.